Qoraqalpog'iston Respublikasi Shumanay tumanida yashovchi Shahribonu Yusufboyeva uy sharoitida gipsdan turli suvenir buyumlar yasash bilan shug'ullanadi. U hunarmand uyushmasining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi a'zosi. Qo'l mehnatining zamonaviy turi. Resin Art Gips yo'nalishida ijod qilayotgan Shahribonuning ishlariga talab yuqori. U yasagan har bir buyum bejirimligi, betakrorligi va sifati bilan xaridorgir. Yosh hunarmand shuningdek shuningdek kambag'al oilalar reyestrga kiritilgan ishsiz 5 nafar xotin-qizni shogirdlikka olib, o'z hunari sir asrorlarini o'rgatib kelmoqda. Hozirgi kunda men uy sharoitida bala tarbiyasida o'tirib, o'z vaqtimni mazmunli o'tkaruv maqsadida qo'l hunari, gips art, ya'ni gipsdan har turli xo'jalik buyumlari, esdalik buyumlarini jasovni izlab o'rgandim. Buni albatta hozirgi kunda keng tarqab turgan sotsial tarmoqlardan unumli foydalangan holda, foydali tarafini o'ylagan holda unerda o'rgandim. 5 oydan beri unerment a'zosi bo'lib, usta shakird joylarida bir qancha shakirdlar tayyorlab kelmoqdaman. Albatta buni o'rganuvdan maqsadim rayonimizda o'zgacha biznes turini rivojlantiruv ham hozirgi kunda mashg'ula bo'lib turgan ayol qizlarning bandligini ta'minlash, sotsial reyestrga kiritilgan ayol qizlarni kasb hunerga bag'darlash ham ularni o'z bandligini ta'minlashda o'z ulusimni qo'shuv. Kim uchraydigan biznes turi bo'lganlikdan hozirgi kunda o'zimda talab kuchli. Bu biznesga tek o'zimizning rayondan g'ana emas, boshqa da rayonlardan bizlarga xaridorlar, buyurtmalar kelib tushmoqda. Bundan biz juda quvonchlimiz.